Assalomu alaykum azizlar. Quyidagi misolni yechimini ko'ramiz. Demak, shartda aytilishi bo'yicha fx teng 0. Mana bu tenglamani 3 ta ildizi bor ekan. Va ularning yig'indisi 3 ga teng ekan. Deylik bu tenglamamiz a x minus x1 hamda x minus x2 va x minus x3 ko'rinishida bo'lsin. Teng 0. Demak, buni ildizlari desa bilamizki, mana har bitta qaysi 0 ga tenglanadi va o'shandan topilgan yechimlar, ya'ni x teng x1, bunisidan x teng x2, bunisidan x teng x3 bo'ladi. Va ularning yig'indisi x1 qo'shilgan x2 qo'shilgan x3 3 ga teng deb aytilgan. Bo'lsa, shartda aytayaptiki, f 3x minus 5 teng 0 tenglamaning ildizlar yig'indisi topilsin deyilgan. Birinchidan, agar fx'imiz mana bu bo'ladigan bo'lsa, f 3x minus 5 degani har bitta x ning joyiga 3x minus 5 tushadi. Shunda mana bu ko'rinish keladi. A 3x minus 5 minus x1, 3x minus 5 minus x2 va 3x minus 5 minus x3 teng 0 bo'ladi. Buni yechimlarini topish uchun har bitta qavs uchun 0 ga tenglashimiz kerak. Ya'ni 3x minus 5 minus x1 teng 0 bo'lsa, bundan bilasizlar, bu ikkalasi plyus bo'lib o'tadi. X topadigan bo'lsak, 5 plus x1 taqsim 3 bo'ladi. Bundan ham xuddi shu tartibda topadigan bo'lsak, 5 plus x2 taqsim 3 bo'ladi. Bundan ham xuddi shu tartibda topadigan bo'lsak, yechimimiz 5 plus x3 taqsim 3 bo'ladi. Va bularning yig'indisi, xo'sh, 5 plus x1 taqsim 3 qo'shilgan 5 plus x2 taqsim 3 qo'shilgan 5 plus x3 taqsim 3 bo'ladi. Bitta kasrda hisoblaydigan bo'lsak, 5 5 5 15 bo'ladi. x1, x2, x3 larning yig'indisini boshida bizda 3 degandik. 3 taqsim 3 teng 6. Demak, buni ildizlar yig'indisi 6 ga teng. Tushunmagan joyini aytasizlar. Buni hamma tushundi-ya? Xo'sh, demak, fx tenglamamiz mana bunga teng 0 bo'lsa, uning yechimlari x1, x2, x3 bo'ladi, bilasizlar, ildizlari va ular yig'indisi 3 ga teng. 3x minus 5 teng 0 tenglamani yechimlari yig'indisi degan. Har bitta mana x larning joyiga 3x minus 5 tushirdik. Har bitta qaysi 0 ga tengladik yechim topish uchun. X lar chiqdi, ularni qo'shib oldik. Xo'sh, 6 chiqadi. Bu usul. Endi tekshirib ko'ramiz. Oddiygina bitta chiziqli funksiya olamiz. Misol uchun aytaylik, xo'sh, fx'imiz bizda bo'lsin 2x plus 6 misol uchun. Shunda f 3x minus 5 ni topadigan bo'lsak nima bo'lardi? X joyiga keladi, to'g'rimi? 2 ko'paytirilganda 6x minus 10 plus 6 bo'ladi. Demak, f 3x minus 5 imiz nima bo'lyapti bizda? 6x minus 4 bo'lyapti. Buni 0 ga tenglab yechimini topadigan bo'lsak, bilasizlar, 4 taqsim 6 bo'ladi. Ya'ni x'imiz 2 taqsim 3 ildizimiz. Mana uning ildizichi. Buning ildizi minus 3. Boya ham e'tibor bergan bo'lsanglar, bitta ildizi nima bo'layotganini qarang. Bitta ildizi boya boshida x1 degandikki boyagi masalada. Keyin ikkinchi marta 3x minus 5 ni ildiz topganimizda x nima bo'ldi? x1 ga 5 qo'shilib 3 ga bo'lindi. Keyingi ildizi x2 ga 5 qo'shilib 3 ga bo'lindi. Ya'ni 5 qo'shildi 3 ga bo'lindi. X topganimizda x3 ga 5 qo'shildi 3 ga bo'lindi. Buni ham e'tibor beringlar. Mana bu minus 3 ga 5 qo'shilib 3 ga bo'linsa ana chiqadi. Mana minus 3 qo'shilgan 5 taqsim 3. 2 taqsim 3 keyingi chiqyapti. Demak, boyagi to'g'ri. Ya'ni mana buni tekshirib ko'rdik. Mana tekshirib ko'rsak ham shunaqa bo'lar ekan. Ya'ni har bitta mana bu fx da ildizi necha bo'ladigan bo'lsa, mana buni ildizi boyagi fx da har bitta ildiziga 5 qo'shilar ekanda 3 ga bo'linar ekan. O'shandan topdik. Tushunmagan joylarni aytasizlar.